bu koinot va dunyo to'xtamay ishlab turadigan bir zavod. Har vaqt to'lib teshib turadigan bir o'tang va mehmonsaroydir. Holbuki bundaq ishlaydigan zavodlar, o'tanglar va mehmonsaroylar axlat va keraksiz buyumlar bilan ig'ir darajada bulg'unidi. Agar ko'ngil qo'yib tozalanmasa, ichida turg'ili bo'lmaydi. İnsan oningda nafas ololmaydi. Holbuki bu koinot zavodi va dunyo mehmonsaroyi shunchavala pokiza, sop va bulg'anmaganki, keraksiz hech narsa, foydasiz bira modda, tasaddibiy bir bulg'unish tepilmaydi. Tepilgan taqdirdimi nihoyatda tezli tozalanib turadi. Demak, bu zavodga qaraydigan zot nihoyatda yaxshi qaraydi va bu zavodning egisi shundoq bir zotki, bu cho'ng zavodni va bu katta mehmonsaroyni kichik bir hujraga o'xshash supurtib tozalab turadi.